Mamlakatimiz bo'ylab 2030-yilgacha kamida 100 ta yangi O'zbekiston massivlarini barpo etish reja qilingan edi. Birgina Xorazm viloyatining o'zida 555 ta ko'p kvartirali uylar qurilib, 19800 ta xonadon egalariga topshirilishi nazarda tutilgan. Ayni vaqtda bu boradagi ishlar jadal ravishda olib borilmoqda. Muxbirimiz Shahnoza Qalandar va Yangiariq tumani misolida mavzuga to'xtaladi. Yangi O'zbekiston massivlari bu nafaqat zamonaviy uylar majmuasi, balki xalqimiz farovonligini ifodalovchi hayotbaxsh hududlardir. Davlatimiz rahbarining joriy yilgi viloyatga tashrifi chog'ida hududda yana 7000 xonadonli 200 ta ko'p qavatli uylar qurilishi ma'lum qilingan edi. Shundan 2592 ta xonadonli 80 ta ko'p qavatli uylar Yangi O'zbekiston massivlarida bunyod etiladi. Hozirgi vaqtda Yangiariq va Xonqa tumanlarida tasdiqlangan loyihaga asosan qurilish ishlari ancha ildam. Qisqa muddatda birgina Yangiariqning o'zida 33 ta ko'p qavatli uylar qad rostlagan. Yangiariq tumanida bosh reja asosida Yangi O'zbekiston massivlari qurilishi rejalashtirilgan. 2022-yildan 2025-yilgacha jami 37 ta ko'p qavatli dom qurilishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda 33 ta ko'p kvartirali uylarimiz qurib bitkazilgan. Yil yakunigacha qolgan 4 ta xonadon ham yakunlanadi. Umuman olganda bu yerda istiqomat qiladigan aholi uchun barcha ijtimoiy soha obyektlari bir joyda joylashgan. Tumandagi 6,5 gektar maydonda qurib foydalanishga topshirilgan uylarda yurtdoshlarimiz oila a'zolari bilan umrguzaronlik qilmoqda. Ayniqsa ushbu massivdan subsidiya asosida vatan ichra kichik vatanli bo'lgan yosh oilalar bu bunyodkorlik ishlari inson qadri uchun ekanligini chuqur anglashmoqda. Bizlarga uy zarur bo'lganda katta farzandman oilada shunga davlat tomonidan subsidiya berilayotganini xabar topdik-da. Shu 2022-yilda subsidiyaga ariza bergandik. Tuman markazidan namunali xonadonlardan yangi uyga subsidiya davlatimiz ajratib berdi. Hozir 2 ta farzandim oilamiz bilan shu yerda yashaymiz. Tuman markazida joylashgan, hamma sharoitlari yaxshi. Umuman olganda prezidentimizning Yangi O'zbekiston massivlarini qurish tashabbusi natijasida xorazmlik 20 mingga yaqin yurtdoshlarimiz uyli bo'lishi maqsad qilingan edi. Yuqoridagilardan xulosa qilib, qisqa muddatda bunga deyarli erishildi deyish mumkin. Shahnoza Qalandar va Malik Kengasov, Xorazmdan.